Assalomu alaykum do'stlar. Telegramda so'rov jo'natgandim. 80% odam videodarsga chiqazing deyishibdi. Rahmat e'tibor uchun. Bu indikatorim gruppada ulashib borayotgan, kechagi sizlar ishlagan, men o'zim ishlagan indikator hisoblanadi. Bu indikator yozishga 1-2 haftalarcha vaqt ketdi desa ham bo'ladi. Bu sohada self study bilan chiqqanman Forex'da. O'zimning asosiy soham aksiya yo'nalishi, stokda ishlayman men. Mentor bilan o'sganman. Stok sohasida unda ham 2 yil tajriba bor. Forex'da esa 2 yil self study, 1,5 yil, 2 yil bo'lmadi hali, 1,5 yil self study bor. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, bu indikatorni mana shu joydan sinashni boshladim. 4 kundan beri ishlab kelyapti. 4 kun, yili 3 kundan beri adashmasam. Birinchi kirganimizda stop olindi. Kirilmadi bunda, kuzatildi, stop olindi. Yo'q, bunda kirdik. Uzr, adashib ketdim. Kirdimmi? Ulashilganmidi yo'q bilmadim. Stop oldim. O'sha kunda o'zidayoq kelgan shortga signal berdi va tepa 3 gacha bemalol borib berdi. Mana bu yerda take profit 4 gacha borib bergan. Tekkan qaytgan, lekin backtest indikator hisoblamadi buni. Lekin realda qarab o'tirganingizda bemalol olgan bo'lardingiz take profitga kelganda. Hop, keyingi keladigan bo'lsak, undan keyingi kun, ertasi kuni kechqurun 11 larda gruppaga, o'zimning gruppamga tashladim. Forex Club'ga 11:30 tashladim. Ertalab obedda turganimda, to'g'risi, take profit 3 bergandi bu ham. Take profit 3 berishi ehtimoli yuqori. Mana bu yerda performance analiz, bu yerda balansingizni, mana shu ishlangan tredlar sonini oladi va balans hisoblab ketadi o'zingizning riskingizga qarab. Realized bu balansga 3% o'sdi degani. Balansingizga 3% o'sdi degani. Win rate indikatorda bu profit tredlar soni o'xshab berishi ehtimoli 84%. Bu yerda targetlar hisoblanadi. Take profit 1 olish ehtimoli yuqori. 12 ta trade 12 marta olingan. Take profit 2 11 marta, take profit 3 10 marta, take profit 4 sal qiyinroq bo'ladi. Bezubitga qilib ushalsa yaxshiroq bo'ladi bunda. Chunki take profit 4 ga borish qiyinroq. Bu yerda esa mana shu 15 ta trade ichida bo'lgan. 3 tasi stop loss olingan. Oxirgi 20 kunda. Oxirgi 20 kunda olib ketaveradi. Bugungi kundan hisoblab. Bu yerda current position, ya'ni pozitsiya, hozirgi pozitsiya bo'ladi. Ticker HUSD, pozitsiya short, oxirgi daraja. Kechagi signal bo'yicha bu take profit 3 gacha borib berdi. Bu range orqali kiriladi. Range orqali kiriladi. Entry zona. Entry range 3297 va 3307. Stop loss eng pastida 3317. To'g'ri, stop loss katta. Nega? Chunki stop loss ehtimoli kamaytirish uchun, win rate yuqoriroq qilish uchun stop lossni kattalashtirganman. Bunday qilinganda win rate chiroyli ko'rsatib beradi. Va entry zonadan stop lossgacha bo'lgan joy 15-16 punt bo'lyapti. $10 balanslarga sal qiyinroq bu indikator ishlasa, eng kamida $50 balanslar ishlatsa bo'ladi bu indikatorda. Chunki stop zonani ushlab bera olmay qolishi mumkin. Zonasi bu indikatorda katta. 1 ga 1 ishlayman. 1 ga 3, 1 ga 2 ishlay olmayman. Qo'limdan kelmaydi ochig'i. Tayyor indikatorga kiritildi va shuni sinab, shunda ishlash profiti oshgani uchun hamma bilimlarni birlashtirib, to'g'ri, ko'pchilik 1 ga 3, 1 ga 2, 1 ga 30 ishlaydi. Ancha qiyinlashtiraveradi. O'tirishingiz kerak bo'ladi, izlanishingiz kerak bo'ladi, ancha. Ammo bitta 3 ta stokda bo'ladigan bo'lsa, aksiyada bo'ladigan bo'lsa, unga vaqtim yo'q. Shuning uchun o'tirib indikator yozishga qaror qildim.
buy va sell short pozitsiyani grafikda ertaroq ko'rsatadi va mana bu yerda current positionda hech narsa bo'lmay qoladi. Yoki bo'lmasa mana shu short bo'ladi. Agar mana bu yerda hozir buy pozitsiya chiqarsa ham ertagami yoki bugunmi, ertaga chiqadigan bo'lsa ham, mana bu yerda short pozitsiya turgan bo'lsa, hali tasdig'i yo'q bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun buy pozitsiya ochildi deydi. Buy pozitsiyani ko'rsatdi deydi. Mana bu yerda buy pozitsiyani mana bu yerda ko'rsatdi deylik. Buyni ссылка qilib qo'ydi. Xuddi mana bunday qilib. Mana bu yerda mana bu short turgan bo'lsa, mana bu pozitsiya turgan bo'lsa, kirish tasdiq olmagan bo'ladi. Mana bu yerda qachonki longga o'zgarib va mana bu yerda entry range stop loss chiqqandan keyin ters kirsa bo'ladi. Stop lossni qo'yib, take profit qo'yib, limitni joylashtirib kirish yaxshiroq va joyidan ham ochsa bo'ladi. Bergan zahotiyoq mana bu yerda. Backtest buniki 20 kunga mo'ljallangan. Oxirgi 20 kunni olib ketaveradi. Kattaroq qilishni iloji bor edi, lekin kattaroq qilinsa skript og'ir ishlashga to'g'ri keldi. Juda ham og'ir, kutadigan vaqt bo'lib qoldi. Bizga tezroq kerak. Vaziyat tilni ayniqsa juda ham tezlikda balandligini seviladi. Shuning uchun backtestni kamaytirib 20 kunlikka avto yangilanish qilib qo'yilgan. Shunday ko'rsatadi. Liboy time frame'da ishlaydi. H2 dan pastida. Lekin mana sinab ko'ramiz o'zinglar bilan. Oldindan tayyorlanganim yo'q videoga, shuning uchun har xil kamchilik, xato o'tgan bo'lsa uzr so'rayman oldindan. Bu yerda 1 minutlikda 79 ta trade bo'lgan. Oxirgi 20 kun ichida take profit 57 ta bo'lgan. Stop loss esa 20 bitta, TP3 30 bitta. Shunda ham TP3 30 bitta bo'lgan bo'lsa ham, stop loss undan kam bo'lgan bo'lsa ham, stop loss range oralig'i katta, win rate 58% yaxshi desa, bo'lmaydi, chunki 75 dan yuqori kerak bizga. 1 minutlik olmaymiz, 3 minutlikka o'tkazamiz. 3 minutlikka o'tkazsak, win rate yaxshi 78%, stop loss 12 marta, общий trade 65 marta bo'lgan 20 kun ichida, take profit 3. Biz aslida qaraydigan take profit 3. Chunki take profit 1, 2 bu kam bo'lib qoladi. 20 pips, 50 pipsda ko'rsatadi. Shuning uchun take profit 3 ga qaraymiz. 33 ta trade take profit 3 ga borib bergan, lekin 12 ta trade uni minusda qoplab ketyapti. Chunki range katta, stop loss range. Bu ham bizga to'g'ri kelmaydi. Mana bu net profit ham, realize ham foiz yashilda turishi kerak, balans foizda turishi kerak. 5 minutlikka o'tamiz. 5 minutlik ko'rsangiz, win rate 77%. Общий trade 44 ta, TP3 18 ta, stop loss o'yinlar 8 ta bo'libdi. Net profit minus 169 dollar. Bu ham bizga kerak yo'q. 15 minutlikka o'tamiz. 15 minutlik mana ko'rib turganingizdek Intial 3 kundan beri, 4 kundan beri bitta stop loss oldi, ishlatilgandan beri. Qolgan ikkita stop lossni men ko'rmadim. Chunki bu kodda yozib bo'lgandan keyin mana shu yerda boshlandi. Bu mana bu rangedan bu yoqda bo'lgan ikkita stop loss. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Orqaga qaytib short bergan ekan. 26-may kuni 26-25 dushanba kuni. Take profit 1, 2, 3. Davomli kun 23-may. Longga pozitsiya bergan take profit 1, 2 va 3. Short pozitsiya bergan take profit 3 gacha boraverdi. Mana bu yerda mana short degan bitta stop loss olingan va long pozitsiya bergan. Long pozitsiyada TP4 gacha borib bergan. Bezutka ushlansa mana TP4 dan keyin ham normal yo'l bergan. Bu yerda TP1 take profit 1 olib bergan. Bu yog'iga range'da ketgan. Stop loss pastroqda bo'ladi. Shunda ham uzoq ushlaganda normal olib chiqsa bo'ladi. Unaqa qilinmaydi. Aytgan vaqtda kiriladi, aytgan vaqtda chiqiladi, qochiladi bo'ldi. Mana bu
bu yerda range holatda ancha stop yegan ekan. Longga ham stop yegan, shortga ham stop yegan ketma-ket. Bu yerda short take profit turgacha ushlab yuribdi. Qolganlari ko'rsatilmaydi, chunki belgiz u yog'iga yaramaydi. 30 minutlik o'tadigan bo'lsak, 30 minutlikka keladigan bo'lsak, win rate 82%, balansga pribl foyda 20 kunda 182% kam bu va kutish ham uncha ko'pchilik buni kuta olmaydi. Yarim soat deydi. Общий 8 ta trade bo'lgan ekan 20 kunda, bitta stop loss, 4 tasi tepa 3 gacha borib bergan ekan. Bu yerda mana yarim soatlikda, hop mana deyarli kechagi paytda juma kuni berilgan ekan. 32.76 32.76 32.96 hop, nasibgasini to'g'rilaymiz. 76 bu 77 mana price solyapman entry rangedan. Ikkinchisiga mana price solib 32.96. Aniq ko'rinishi uchun entry zonamiz bu. Stop lossimiz mana bu yerda qizil ko'rsatilibdi. Mana bu qizil emas, uzuq chiziqlar, nuqta chiziqlar stop lossimiz bo'ladi. Stop loss bo'ladi. Stop loss bo'ladi. Limit joylashtiriladi mana bu yerga. Entry range tepasiga, entry range pastiga xohlasanglar maydalab, misol uchun balansinglar 2% bilan 5% risk qildinglarmi, o'sha lot hajmda hisoblaysizlar. Agar 5 lot chiqadigan bo'lsa, o'sha 5 lotni 5 ga bo'lib yuborsanglar, 0.05 lot chiqadigan bo'lsa, endi minimal balans hisoblaydigan bo'lsak, 0.01 dan mana shu yerdan taxlab borsanglar bo'ladi. Shu yergacha stop loss hammasini lekin обязательно shu yerga qo'yish shart. Mana bu yerda ko'rsatilgan stop loss 33.16 39. Tushuntira oldim degan umiddaman. Ancha chalg'iyapman, chunki tayyorgarlik bo'lmadi bu videoni yozishga. Mana 45 minutlikda уже dabdala bo'lib ketyapti. Backtest 64%, bizga kerak emas bu 64%. Kutish vaqtimiz ham ungacha yetmaydi. 20 kunda ichida 7 ta savdo bu bizga kam. Tillarda ayniqsa normal yurib beradigan volatile metallda boshqa fikrlarga, parollarga o'tib ko'ramiz. Уже H1, H2 ni sinash qobiliyati yo'q. Win rate tushib ketadi. Kutish vaqtinglar вообще uzayib ketadi. M1da 57% win rate bizga kerak emas, kam. 75 dan yuqorisiga qarashimiz kerak. 76. Hop, win rate 76 ekan. 20 kunning ichida 3 minutlik time frame 20 kunning ichida 100 ta trade. O'shandan tepa 3 ga borib bergan 39 ta, stop loss ushlagan 19 ta. Lekin stop loss range katta bo'lgani uchun net profitimiz bizda minus turibdi. Va balansga 687% minusdamiz 20 kun ichida. Bu bizga to'g'ri kelmaydi, bunda ishlay olmaymiz. Mana oxirgi pozitsiya longga berilgan. Take profit turgacha yurib bergan va hozir pozitsiya yo'q. Mana current position Bitcoin no position default bo'lib turadi. Mana bu yerda shortga, misol uchun shortni ko'rsatadigan bo'lsa, mana bu yerda shortni qabul qilmaguncha, tasdiq olmaguncha kirilmaydi. M5 76% balans minusda.
Buniyam to'g'irlashga harakat qilamiz. Ofisdagi indikatorim bilan bu indikatorim bir xil. Ozgina o'zgartirishib kiritilgan joyi bor. Ofisdagi kompyuterimda, akkauntimda esa M15 da Bitcoin, Winrate ham yaxshi edi, Net Profit ham yaxshi edi. Nimagadir o'zimni kompyuterimni notebookimda hozir minus ko'rsatyapti balansga. Dushanba kuni rasmga olib tashlayman. Gruppaga ko'rasizlar. Dars emas, endi shu indikatorni tushuntira oldim degan umiddaman. O'zim ulashib boraman gruppada. Endi YouTube'da live trade bo'ladigan bo'lsa, men ulasha olmay qolgan paytlarim o'shanda mana bu pozitsiya long ko'rsatuvchi deb ters kirib ketilmaydi. Men bu yerda qachonki long tasdiq olinmaguncha, current position'da longga tasdiq olinmaguncha ko'rsatmaguncha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.